Assalomu alaykum. Mazda mashina o'tolmay kelgan, tramblyorni austrayıq deydi. So'g'an biz qarasak, hozir kontaktlarini qarasak, bu yerda kilit tashqanda plus yo'q, onun üstüne benzin nasosi istemeydi. Hozir biz bir daxmatlarni topib istep qo'ydik. Hozir endi akkumulyatorimiz o'tirib qolibdi. Akkumulyator Alloh xolasa hozir akkumulyator olib kelsa, mashina o't olib жатса, sebep neden bo'lganini aytamiz inshaalloh. Allah sizga bereke versin, jengilden suyunib bersin. Akkumulyator saldık. Buna kontaktisini plus ketdi. Bağına plus kelmey turgan. Mına жақта санағанда ортасында 1, 2, 3, 4, 5, 5 bir daxil etildi. Maşa qo'langız. Hozir kilitni o'chira turingiz birinchi. Kilitni o'chira turingiz. Kilit tashingiz. Bismillah. O't oldiringiz. Hozir 1 minut iskrasini ko'ring. Iskra esli net. Kilit tashingiz. Qo'llangiz kan. To'xtamiz. Shtekern ters tiqib qo'ygan ekanmiz, bulay tiqib qo'ygan, bulay turadi ekan. Hozir iskra keldi. O't oldiringiz. Bismillah. O't oldiringiz. Mashina o't oldi. Bakın göreyimler. Жалпы сол. Mashina o't olmay qalsa, iskra kelmey qalsa, benzin nasosi istemey qalsa, birinchi o'zi pitaniyasini жаңағындай ishlayib turadigan ko'rasizlar. Al егер мына жақта тоқ болатын болса, ол трамблердің ішінен болып қалады. Жалпы сол. Аллах сіздерге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.